Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana akamiz uzoq joydan kelyapti ekan. Akamizga qaradingchi mana. Hop. Nima bo'layotganligi to'g'risida ozgina axborot bersangiz, shunga qarab turib bitta boshlaymiz. Baş, tamam. Bu kishi bizga tomogramma taqdim etdi. Biz tomogrammasini ko'rdik mana. Tomogrammada birinchi, ikkinchi pardonlardan tortib protruziya boshlangan bo'lsa, undan keyingilari hammasi grija 3-5 atroflarida. Xo'p, sizni ko'p qiynamaymiz. Yotasiz, dun tushib deydimi? Hozir sekin qolgan testlarni bajarib turib, bu kishiga birinchi yordamni ko'rsatib, keyin nima qilish kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Voyga qo'lingizni yonboshga berib yuborasiz. Barakalloh. Narigisida ham hech qo'rqmang. Remenni bo'shatib qo'ymasangiz ham mayli. Hop, mana dumg'azani ahvolini ko'rib turibsizlar. Chap taraf pastga tushib ketgan, o'ng taraf balandda turibdi. Tak. Bu tomonda напряжение kam, chap tarafda ko'p. Tak, boldurlar yaxshi. To'g'ri yotishga harakat qiling, ekonni juplang. Bir tomonga tashlab yuboribsiz. O to'g'ri. Haligi biz o'zimizdan o'zimiz bitta yaqin kalta bittasi uzun deyishimiz kerak emasda mana. 1.5 santimetrga yetyapti, uni hech anaqasi yo'q. Mayta o'rib bormi yo'qmi? Bunu soruyordu. Bunu soruyor. Bo'ldi mana ko'ryapsizlar. To'rt boshli mushkullarimizda aslincha напряжение bor. Chunki bu tomondagi ayog'i kaltaligi dumg'azani ko'tarib olganligini hisobida. Girjalar bor. Sekin boshlaymiz. Qattiq bo'lsa aytadi, bo'pti mana. Sekin boshlayapmiz mana. Dumg'azani o'zini joyiga kelamiz. Dumg'azani o'zini joyiga kelamiz. Tak, hozir bu kishida mana. Hop. Krestet 5, 4, bu kishida ham mana hozir siz ko'rdingiz 8. Bu yerda haqiqiy chuqur joy bo'lishi kerak mana. Mana maylarda o'zi ko'tarilib ketgan mana. Agar oyoqlar bizga to'kib ketdimi? Tovonga do boryaptimi? Shu to'xtab qolgan impulslar mana. Ko'rdingizmi? Endi asherlarda og'riqlar kamayishni boshlaydi mana. Bo'sh qo'ying. Ismingiz nima edi? Alamjon. Qarang, agar qattiq bo'lib kelsa, ayting, bo'ptimi? Bo'sh qo'yib turingda. Tamam. Qattiq. Bo'ldi mana, sekin mana. 50% kamaytirdik mana. Tak, endi mayta yana ko'ramiz mana. Mayta og'riq yo'q edi, mayta ko'pdi. Qanchalik qolibdi mana? Yengillatdimi? O'zgarish sezdingizmi? Yo'qmi? Aytingda so'z bilan. Bo'sh qo'ying. O'zgarish sezdingizmi yo'qmi? Nima bo'ldi? Sal qoldi mana. Og'riq o'zi yengillashni boshladi. Bo'sh qo'ying mana. Motomonda напряжение hali ham turibdi mana. Bu kishida tak skaleos moyani so'dirayapsizmi? Bismillah. Motomonda mana shuncha joy turibdi, motomonda ichida turibdi. Buni nimalar? Chap tarafdan o'ng tarafga qarab jilish kerak mana. Qarang mana. Sal og'riqliroq bo'ladi mana. Bo'ldi. Jichcha chidaysiz. Jichcha bu narigilardan ko'ra og'riqliroq bo'ladi mana. Ozgina chidab berasiz. Maydaga og'riq yengillaydi-da, yo'qolishni boshlashi kerak. Qani bo'laka bo'lyapti. Yengillayaptimi? Ko'rdingizmi mana? Ha, sekin urmayaga keldi mana. Bunaqa qilsa o'zingizni qiynamasdan ertaroq ushirib, biz bo'lishlarchi, xo'rasqanddan boshqa narsa emas. Tay, net xotlar, og'riq bormi yo'qmi? Hozir sal bor. Sal bor. Qarang, bu yerdachi? Qarasa qattiq bosyapman. Yo'q. Bu yerdachi? bor. Ozgina bor. Ko'ksa atrofida hech esilardan chiqmasin. Mana shu ikkovi bedrinni ko'z urashayotgan joyi bu yerga yarasha qattiq og'riq beradi. O'tirolmaydi. Ve ko'ksa atrofida shart diagnozni qo'yish so'rayapti. Ko'ksa atrof yo'q. Tak, bu yerdachi? Bor. Tak, hammasi hozir. Demakda yana jichcha protruziyadan boshlaymiz mana. Bo'ldi. Cho'k. Qayerga ketyapti impuls? Impuls harakat. Ha? Qo'lingizga ham yetdimi? Zirilladimi? Sekin uryapman mana. Qarang, oralarni tushyapman mana. Bu grijani sodержимосиga eng kam 4,5 santimetr masofa bor. Bo'sh qo'ying, to'g'ri yoting. Borini tepasiga chiqaring. Vo! Buni tepasiga chiqaring. Ana. Mana bu kishida
chuqurchaq yaxshi bo'ldi. Sizgilar yaxshi bo'lyapti bu kishiniki. Yangiligi bilindi, mana. Ko'rdingiz? Yangiligi bilindi mana. Tak, mana uni hozir Settericha ko'tarib ketgan joyi bor ekan. Bosh qo'ying, bosh qo'ying. Sekin-sekin unaqa suyagingizga ham, boshqa yerga ham hech yerga tegmayapman mana. Qur mushkullar bo'shab tushyapman xolos mana. Qarang mana, o'rtaga kelyapti mana. Barakalla mana. Hali u siz yelkalaringizda ham bilinadi hali. Tak. Unda doshina bor ekan. Qarang, ikki oyim bir xil. Hali sizda bir tomon qattiq turuvdi. U yo'qoldi. Bu kishiniki ham bittasi yo'qoldi. Ko'ramiz, mishtalarimiz yaxshi. Barishkalari yaxshi. Mana bu kartalik bormi? Kartalik yo'qoldi o'zi mana. Bosh qo'ying, usta. Bosh qo'ying, bosh. Ana, endi o'shadi. Endi qo'lingiz oldiga olasiz. Ikkovsini ham. Xuddi buni qo'shnimiz nima qilganday. Sizlarni bukmasdan ta'ziyamni qo'shib balandga ko'tarasiz, men pastga bosaman. Siz qarshilik ko'rsating. Ketdik. Ko'taring tagi bilan. Bunday ko'taring, ustiga bukmang. Men pastga bosaman. Qattiq ko'taring. Ko'taring. Belda bormi og'riq? Yo'q, malades. Endi bunisini. Yaxshi ko'taring. Bormi og'riq? Yo'q, belga yo'q. Yo'q, ko'rdingizmi? Sizlarcha ber hali baquvvatda. Agar hozirda o'rganda mana men nervlar bo'shatib qo'yaman. Xuddi mana shu yerda mana. Bosh qo'ying. Mana shu yerda eng kami 3-3,5 santimetr kenglikda nervlar manaqasiga kelyapti. Mana masalan hammasi yo'qoladi. Bo'ldi. Tak, qani? To'g'ri bo'lyapti. To'g'ri, ma'larga beraveryaptimi to'y? Yo'q, bu oyog'imga berildi. Ana, qaysi oyog'iga ko'p beradi? O'ngami? Manga. Ko'rdingizmi, mana shu yerda impulslar to'xtab turib qolgan mana. Buyog'ini sekin keyingi anaqaga qoldirib to'g'rilaymiz. Hozir bu yoq tekis turibdi mana. Mo'l tomonida chap tarafida yana o'ng tarafida mana. Bo'ldi. Endi-chi? Usta, oyog'imga sangillatib qo'yasizmi? Bo'yinlaringizni yer ketib nimalar ko'ramiz. Keyin bo'lmasdan Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaylik. Inakeyinchi siz hozir mashinada turganingizda sizda unaqa qo'rqadigan og'riq bo'lmaydi. Men sizni uqol qilmayman, boshqa qilmayman. Taqimizga doir yaqin olib keldingizmi? Endi bunday qo'lingizni qovushtirib turing. Qovushtirib bir-biriga. Voh! To'g'ri turing. Nima tellashib boshladi, sovuqda ham. Jonivor. Jonivor sanab bo'larkandik. Tak, unchalik ko'p kuch emas, bo'yinga beraman. Sekin-sekin mayli ochib qo'yaman. Bosh qo'ying, bu qochmang. Voy, qochsangizmi, bas sho'ydasiz. Qilsasiz. Bo'ldi. Bosh qo'ying. Kulmay. Evet. Kulgan odamdan uramiz hozir. Bosh qo'ying. Hali kulmoringiz yo'qmi? Qaytardim. Men hech ko'rmadim mana shu yerda. Bitta ochib qo'yaymi? Tak, o'ng tomonga qaraymiz. O'nglari yoqda. O'ng tomonga adashtirib qo'y. O'ngga o'sib ketyapti. Ikkov urishmaydi butun bor. Tortgan, to'shka bormi bu chap tarafingizda? En chapga qarang. Men bosarga o'tirdim. Bu o'salagan siz emas u. Tortgan narsa yo'q, og'rigan narsa yo'q. Sekin pastga tushing. Bismillahirrohmanirrohim. Barakalla, yengilligini bersin. Ikki bunday turing. Haligi erimlar bor-ku. Menga qarab turing, menga qarab. Kishayman da. Bunaqa emas. To'g'ri so'ralgan. Erim bo'lib yuruvchi mana bu. Yo'q. Ehtiyot qilmang. Bo'lmadi. Ancha tekislarni qo'yasiz. Faqat shunday yurishingiz kerak. Tortyapti? Ora o'tirdi. Endi bu yerga o'tiring endi. Sizni qiynamaymiz. Sizni ko'rsatamiz, keling. Umidjon. Xo'p, hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana kasallarimiz, klientlarimiz uzoq yurtlardan kelishibdi. Shu ikkisida ham birinchi, ikkinchi Rossiya Adliyadagi Pazanoylarda protruzia 3, 4, 5 S1 ga qadar 3, 5, 6 mm ga qadar grizya diskalar paydo bo'lgan. Hozir bularda skolyoz ketyapti.
agar yana bir marta bular yog' bilan yumshatib pardonni chekish qilib keladigan bo'lsa, yana bitta nima bilan seans bilan ularni yo'qotib yuborishga harakat qilamiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar.